Efirda maktab va sinflardagi so'nggi xabar va yangiliklar bilan Zvezda TV axborot informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda kuni kecha yuqori sinf o'quvchilarining bog' hududida tut daraxtini payhon qilayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Noqonuniy uzilgan tutlar o'quvchilar tomonidan musodara qilindi. Maktabda dars jarayonlarining olib borishiga xalal bergan holda quvalash o'ynagan 2 nafar o'quvchi voqea joyida boshqa quvalash o'ynashni xohlamagan, yashinmachoq o'ynashni xohlagan o'quvchilar tomonidan chaqimchilab berildi. Men bularga o'ynamaylik deb aytdim. Men bularga o'ynamaylik, yoshmachoq o'ynaylik deb aytdim. Bular gapimni quloq solmadi. O'qituvchilar tomonidan berilayotgan uyga vazifalarni bajarish har bir o'quvchining vazifasi hisoblanadi. Ammo bu qonunlarni chetda o'tayotganlar ham yo'q emas. 2017-yilda tug'ilgan 2 nafar shaxs o'zaro kelishgan holda biri ikkinchisiga uyga vazifani qilib berish evaziga 4 ta qulupnay olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan birga qo'lga olindi. Shuningdek, tezkor surishtiruv davomida bitta uyga vazifa 4 ta qulupnay shiori ostida tadbirkorlik olib borgan boshqa shovvozlar ham qo'lga olindi. Musodara qilingan ashyoviy dalillar tutni musodara qilgan o'qituvchilar tomonidan musodara qilindi. Bizda hozircha shular. Zvezda TVdan uzoqlashmang. Xayr, sog' bo'ling.